Hoppa. Hop, assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi obyektimizga mana shunday hashamdor holatdagi Samarqand fason darvozamizni olib kelib o'rnatganmiz. Hop, bu garajimiz. Bu tarafimizda bo'lsa katta darvozamiz va tepasiga naves holatni ham qo'yib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring mana shular haqida to'liq holatini tushuntirib o'tamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'yasiz oxirida. Hop, bir boshdan boshlayveramiz. Birinchi o'rinda hammaga qiziq bo'lyapti, zamonaviy naves deyilyapti. Mana shular haqida ozgina tushuncha berib o'tamiz. Hop, navesimiz stoykalari hozir betga qo'yganimiz to'rga to'r bo'lgan, o'rtasiga ikkilik stena list bosib berganmiz. Profilimiz stenasi 1.7 bo'lgan. Tepalarida 2ga 4 profillardan firma qo'yib berganmiz. Ular ham lazerli holatda bo'lgan. Hop, eng tepasiga Lexan bosib berganmiz akalar. 15 yil garantiyasi bor. Lexandan qo'yib berilgan. Bir kamerali, lekin baquvvatli. Hop. Bu navesimizni kvadrat narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 500 ming so'mdan qo'yib berilyapti. Agar obyemingiz kattaroq bo'lsa, masalan 100 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishtiriladi akalar. Hop. Bu tarafimizda Samarqand fason 2 qavatlik shumkalik, bitta ovozini eshitib maza qiladigan darvoza bo'lgan, shumkasi o'ta cho'tka bo'lgan, yonida girdilari bilan, nalishniklar, mana shunday girdilari bilan. Hop. Zamogga keladigan bo'lsak, zamogni akamiz o'zi Rossiyadan zakaz qildirib olib kelgan. Shu zamogni moslab qo'yib berdik. 12 ga tushadigan holat bo'lgan. Apparatni 12 ga qo'yib berganmiz. Orqa holatni ham bitta ko'rib o'taylik. Orqa holatini. Hamma orqasi qana bo'ladi, tekkizmi, silliqmi deydigan narsa bo'ladi. Har qanday darvoza bo'lgan taqdirda ham akalar, har qanday darvoza bo'lganda ham orqasi buni chiqmaydi hech qachon. Imkon boricha ustoz tekkizlashga, ishini sifatini oshirishga harakat qiladi har doim. Xuddi mana shunday holatda orqasi tekis, ozgina profildan kirgan joyi bo'ladi. Bu holati ham tekis holatda bo'ladi. Orqasi ham tekis ishlanadi. Asosiy yana bir narsa, ba'zi oshiq-moshiqlarga ahamiyat berasizlar, qachinliklarni ham chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Bundan maqsad yengil ochilib yopilishi uchun, yosh bolalar ham bemalol ochib yopilishi uchun qo'yib berganmiz. Sentr zamok qo'yganmiz darvozamiz o'ziga. Sentr zamok qo'yganmiz. Buni buraganingizda bemalol ikkala qanoti ham ochiladi. Tepasi, pastida kurchoqlari ham chiqadi. Ochilib yopilishlari bemalol o'zi og'ir bo'lgani bilan, lekin darvoza bemalol yengil ochilib yopiladi. Tashqariga chiqib qo'yamiz. To'g'ri o'tyapsiz. O'tdingiz-a? Polni chiqyapti. Bo'ldi. Bu darvozamizni yondagi kesaki profillari, yondagi kesaklari 8 ga 4 bo'lgan. Stenasi 1.7 stena. Ichki profillari bo'lsa 6 ga 4. 1.7 stena bo'lgan. Ichki profillari. Hop, yondaliqlari, stoykalari 8 ga 8 profil qo'yib berilgan. 2.5 stenada bo'lgan bu. Pastiga bo'lsa shiviller qo'yib berganmiz. Girdilarini ham avalniy holatda qilib, giftlarda bukib, chiqarib, chiroyli holatda qilib qo'yib berganmiz akalar. Hop. Materialga keladigan bo'lsak, listlari 2lik stena bo'lgan, ustiga gulli list, Xitoy list bosib berganmiz. Tepalariga o'ziga yarasha chiroyli qilib, gullardan bosib, chiroyli holatda qilib berganmiz akalar. Hop, bu qilgan ishimizni kvadrat metri 1.350 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. 2lik listga 1.7 profil, stoykasi 2.5 bo'ladi, pastiga shiviller qo'yiladi. Hop, lekin qilganimiz garajimiz bor, katta darvozamiz, navesimiz bo'lib turib, общий summasi akalar 40 millionga olib kelib ustorovka qilib beryapmiz. Bu ustorovka qilgan joyimiz Tojikiston Konibodonga ustorovka qilib beryapmiz akalar. Bitta yaqin kelyapsiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Tepasiga qo'ygan navesimiz lazerli holatda bo'lgan. Lislarning stenasi 2lik stena bo'lgan. Hop, akamizdan endi bitta qilingan rasvot mana shunday lisani arendaga har bitta mahallada bor, mana shunday arendaga qilib olib kelib bergan. Mana shunday holatda qilib, chiroyli holatda qilib ustorovka qilib beryapmiz. Hop, urg'inga o'rnatilgan, chiroyli holatda bo'lgan. Qilgan ishimizga garantiya beriladi.